4,5gacha borkan, uyga kelib ketasizmi mana? Hamma produktlarimni olib ketasizmi? Bekorga tashlab yuboraman-da, uvol bo'lmasin. Ha, Nozima uyda yolg'iz bo'lmagan. U vafot etgan paytda Nozima uyda yolg'iz bo'lmagan. Diqqat bilan ushbu videoni tomosha qiling, tinglang va o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Albatta like bosing. Like mana shu videoni ko'proq insonga tarqalishiga sababchi bo'ladi YouTube orqali. Shuning uchun like, kommentariy обязательно esingizdan chiqmasin. Videoni tomosha qiling oxirigacha. Surajaga yaxshimisiz? Siz rahmat. Uydamidingiz? ha, hozir endi ishga chiqayotgandim. Ana hali 4,5gacha borkan, uyga kelib ketasizmi mana? Hamma produktlarimni olib ketasizmi? Bekorga tashlab yuboraman-da, uvol bo'lmasin. Ha, Yo'q, просто kerak emas-da o'shanga. tinchlikmi? Ha, tinchlik. Просто bir qozon ovqatam bor edi, shunga uvol bo'lmasin deyapman-da. Olib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Ba'zi siz ham produktlar qilasiz-ku, bekorga o'shanga pulingiz sarflamang deyapman. Juda men ovqatim bor, ovqat qilib. Yo, mayli, ovqatingiz yo'q deyapman. Просто shuncha produktni uvol bo'lmasa tashlab olsam uvol bo'ladi-da, undan ko'ra sizga berib yuborib qolay deyapman-da. Hozir o'taman. Ha? Hozir o'taman. Yo'q. Alo, Siroj aka, mana kelyapsizmi, ketaman deyapti. mana hozir chiqdim ishdan. Boryapman. To'g'ri, keng bo'pti. Ha,